qo'ygan narsang bo'lsa, men senga olib beraman o'sha narsani. Nimani xohlaysan? To'g'risini aytsam, Ramazon oyi hech qachon tugamasligini xohlardim. Nimaga unaqa deyapsan qizim? Axir hamma narsani boshi bo'lgandan keyin oxiri ham bo'ladi-da. Ramazon shu bilan keyingi yil keladi. To'g'ri-ku, lekin Ramazon oyida sizga o'xshagan yaxshi amakilar bizni yo'qlab kelyapti. Qornimiz och qolmayapti. Mazza qilib ovqatlanyapmiz. Oyim ham yig'lamayaptilar. Shuning uchun Ramazon oyi tugamasligini xohlardim. Qizim, men senga va'da beraman. Endilikda nafaqat Ramazon oyida, boshqa oylarda ham doim sendan xabar olaman.